Men bugun sizlarni ichimdagi mahsulotlar bilan tanishtiraman. Kelinglar, birma-bir tanishamiz. Salom, men Tuxumman. Menda sifatli oqsil ko'p. Meni har kuni kamida bir donadan iste'mol qiling. Men olmaman. Hazmni yaxshilayman va vitaminlarga boyman. Meni ham har kuni iste'mol qiling, iltimos. Men sabziman. Ko'z uchun juda foydaliman va A vitaminiga boyman. Meni har kuni iste'mol qilishni unutmang. Zo'r, davom etamiz. Men sutman. Mustahkam suyaklar uchun kalsiy manbaiman. Men grek yogurtman. Oqsilga boyman va to'qlik hissini beraman. Meni iste'mol qilishni unutmang. Biz bir oilamiz. Bizni sevib iste'mol qiling. To'g'ri ovqatlanish, sog'lom hayot. Xayr, ko'rganingiz uchun rahmat. Obuna bo'lishni unutmang. Keyingi videolarda ko'rishguncha.